Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi brifing orqali Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan mavsum davrida aholiga uzluksiz ravishda tabiiy va suyultirilgan gazni yetkazib berish maqsadida joriy yilda olib borilgan amaliy ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Viloyatda jami 477.431 ta gaz iste'molchilari istiqomat qiladi. Ulardan 310.989 tasi tabiiy va 166.095 tasi suyultirilgan gazdan foydalanib kelmoqda. Tabiiy gaz iste'molchilariga gazni bir maromda yetkazib berish maqsadida hamda kuz-qish davrini betalofat o'tkazish uchun bir qator amaliy ishlar olib borildi. Xususan, 127 kilometrdan ortiq gaz quvurlari rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlandi. 647,5 kilometr gaz quvurlari esa estetik jihatdan tartibga keltirildi. 1269,4 kilometr yer osti gaz tarmoqlarining holati tekshirildi. 484,4 kilometr gaz quvurlari havo bosimi yordamida tozalandi. 78 dona gaz maromlash qurilmalari mukammal ta'mirlandi. Viloyatdagi 32 mingdan ortiq hovli uylarning gaz ta'minoti 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Natijada texnologik yo'qotishlar qisqartirildi. 127,1 kilometr gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish hamda 78 dona gaz taqsimlash punktlarini mukammal ta'mirlash natijasida 4,6 million metr kub tabiiy gaz hajmidagi behuda yo'qotishlarning kamaytirilishiga erishildi. Tabiiy gaz ta'minotida yuzaga kelgan avariyaviy holatlarni zudlik bilan bartaraf etish hamda iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali avariya dispetcherlik xizmati xodimlari uchun 45 turdagi zarur materiallar va uskunalar bilan to'liq jihozlangan yangi 17 ta Bristol gaz avariya xizmati avtomashinalari topshirildi. Suyultirilgan gaz iste'molchilariga filial tasarrufidagi Vobkent, Qorako'l, Romitan gaz to'ldirish shoxobchalari hamda Buxoro, Olot, Peshku, Shofirkon, G'ijduvon, Jondor tumanlarida joylashgan xususiy gaz to'ldirish shoxobchalari tomonidan xizmat ko'rsatilmoqda. Bugunga qadar iste'molchilarga 25.475 tonnadan ortiq suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Gaz ballonlari Buxoro, Qorako'l va Vobkent tumanlarida mavjud sinov sexlarida sinovdan o'tkazilmoqda. Joriy yilda 50.787 dona maishiy gaz ballonlari sinovdan o'tkazildi va ta'mirlandi. Yoqilg'i energetika resurslariga bo'lgan talab va ehtiyoj o'sib borishini inobatga olgan holda ichki imkoniyatlar doirasida iste'mol madaniyatini yanada oshirish, tabiiy gazdan maqsadli va oqilona foydalanish, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha mamlakatimiz aholisi o'rtasida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda, jumladan Buxoro viloyatida ham. Buxoro viloyati mahallalarida xodimlar biriktirilib, aholi va tadbirkorlik subyektlaridagi ma'nan eskirgan gaz jihozlari xavfsiz, samaradorligi yuqori va energiya tejamkor jihozlarga almashtirish ishlari olib borildi. Viloyat bo'yicha qariyb 38 mingga yaqin nostandart gaz jihozlari o'rniga energiya tejamkor gaz jihozlari o'rnatildi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali barcha iste'molchilarga quyidagilarni eslatib o'tadi. Gaz jihozlaridan faqat zarur paytda foydalanishni, uydan chiqib ketayotganda imkon qadar isitish jihozlarini o'chirishni unutmang. Tabiiy gazni uzluksiz yetkazib berish uchun to'lovni o'z vaqtida amalga oshiring. Ularni bevosita bank filiallari, shuningdek barcha to'lov tizimlarining mobil ilovalari orqali 24/7 rejimda amalga oshirishingiz mumkin. Barcha taklif va shikoyatlar 1104 call markaz operatorlari yoki 77 kodli 077 1104 ishonch telefonlari orqali gaz sizib chiqish holatlari, favqulodda vaziyatlar va boshqa texnik muammolarni bartaraf etish bo'yicha esa murojaatlar Bristol avariya dispetcherlik xizmati raqami orqali qabul qilinadi. Xavfsizlikni ta'minlang, o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.